mingta obunachi yig'ishga Coca-Cola, Pepsi, Korzinka va shunga o'xshash katta kompaniyalar bilan hamkorlik qilishga yordam berdi. Men 15 yoshimdan beri YouTube bilan shug'ullanaman va ko'rib turganingizdek ilk 3 yil davomida videolarim unchalik ko'p prosmotr olmagan va men shundan so'ng YouTube algoritmini o'rganishni va katta kanallarni analiz qilishni boshladim. Shundan so'ng 2 yil ichida men 250 mingtadan ortiq obunachi yig'ishga erishdim va ushbu videoda men sizlarga o'sha vaqtda nimalarni o'rganganimni aytib bermoqchiman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Muvaffaqiyat birdaniga kelmaydi. Birinchi 10 ta videongizni hech kim ko'rmasligi mumkin. Ko'pchilik yangi blogerlar Mr. Beast aytganidek videolarini asl holatidan ko'ra yaxshiroq deb o'ylashadi. Odamlarda o'ziga nisbatan haddan tashqari yuqori baho bo'ladi va birinchi videomni yuklashim bilan darrov minglab odamlar ko'radi deb o'ylashadi. Ammo natijada videoni atigi 50 kishi ko'radi va bu ularni tushkunlikka soladi. Motivatsiyasi tushadi. O'zini boshqa katta youtuberlar bilan solishtirib, demak YouTube men uchun emas ekan deb tashlab ketishadi. Aslida esa bu o'yinda yutadigan odam birinchi yil videolarini hech kim ko'rmasa ham kontent joylashni davom ettiradigan odamdir. Har xil videolarni test qiladi, turli g'oyalarni sinab ko'radi. Prosmotrlar bo'lmasa ham to'xtamaydi. Misol uchun ushbu videoni ko'ring. Bu bola 100-videosida mening 70 ta obunachim bor deb aytyapti. Tasavvur qiling, 100 ta video va atigi 70 ta obunachi. Ko'pchilik bunday vaziyatda YouTube ni tashlab yuborardi, lekin u tashlamadi. Hozirda ushbu bola Amerikadagi eng mashhur texnobloger MKB HD. U 20 million obunachiga ega. U Apple'ning taqdimotlarida ishtirok etadi. Elon Musk bilan intervyu qilgan va 2024-yilda 13 million dollardan ortiq daromad qilgan. Demak, muvaffaqiyat birdaniga kelmaydi. Statistika bo'yicha 1000 tadan 10 mingta obunachiga chiqish uchun o'rtacha 152 ta video kerak bo'ladi. 10 mingtadan 100 mingta obunachi oralig'idagi kanallar esa o'rtacha 418 ta video joylagan bo'ladi. Men hozirgacha 500 taga yaqin video yuklaganman va shu orqali 270 mingta obunachiga chiqdim. Agar men 50-videoda taslim bo'lganimda, hozir hayotim butunlay boshqacha bo'lardi. Demak, xulosa, o'zingizni boshqa odamlar bilan emas, umumiy statistika bilan solishtiring. Shunda tahlil aniqroq bo'ladi. Ikkinchisi, miqdor bilan sifat keladi. Amerikan milliarder Rich Hoffman shunday degan: agar mahsulotingizning birinchi versiyasidan qattiq uyalmasangiz, demak uni juda kech chiqargansiz. YouTube'da ham xuddi shunday. Yangi boshlovchilar qimmat texnikalar sotib oladi, bir necha kunlab montaj qiladi, ideal qilib preview tayyorlaydi, lekin videosi baribir 50 ta prosmotr oladi. Bu esa eng noto'g'ri yo'l. To'g'ri yo'l esa video tayyor bo'lmasa ham joylang. Sizga 100% yoqmasa ham YouTube'ga joylash kerak. Agar bu videodan uyalaman degan tuyg'u bo'lsa, demak uni aniq chiqarish kerak. Chunki sifat son orqali keladi. Uchinchisi, tezroq test qiling va tezroq xato qiling. Netflixning direktori barcha biznes g'oyalar aslida ahmoqona. Ularning aksariyati baribir muvaffaqiyatli bo'ladi degan. Asosiy xato g'oyaga haddan ortiq oshiq bo'lish. Masalan, siz PUBG haqida video olaman deb o'ylaysiz. Buni do'stlaringizga aytasiz. Ular esa g'oyangizni maqtaydi. Siz lekin uni 5 kunlab o'ylab yurasiz. Juda uzun ssenariy yozasiz. Bir necha kunlab montaj qilasiz. Natijada yana 50 ta prosmotr. Shuning uchun g'oya ustida ko'p o'ylash o'rniga uni tez va bepul test qiling. Tezkor ssenariy va oddiy montaj bilan YouTube'ga joylab ko'ring. Shu strategiya bilan 10 ta video joylang. Natija esa o'zi gapiradi. Ba'zi videolar umuman uchmaydi. Boshqalari kutilmagan darajada prosmotr oladi. Shundan so'ng real ma'lumot asosida qaysi yo'nalishda kontent qilishni bilasiz. Masalan, PUBG live hacklari boshqa mavzulardan 2 baravar ko'p ko'rildi. Endi shu mavzuni siz davom ettirishingiz mumkin. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalini o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring.
Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. 4-si YouTube analitikasini tushunishni o'rganing. YouTube'da asosiy ikkita ko'rsatkich mavjud. Birinchisi CTR. Bu necha foiz odamlar videongizni ko'rishga bosganini ko'rsatadigan ko'rsatkich. Yuqori CTR preview va nom yaxshi ishlayotganini bildiradi. Past bo'lsa, nom va previewni almashtirib sinab ko'rish kerak. Ikkinchisi retention. Bu odamlar videoning necha foizini ko'rgani. YouTube uzunroq tomosha qilinadigan videolarni ko'proq rekomendatsiya qiladi. Chunki bu platformada odamlarni uzoqroq ushlab turadi. Shu sabab retention grafiklarini tahlil qiling. Qayerda tomoshabin chiqib ketadi, qayerda qiziqish oshadi, hammasini tahlil qiling. Bular juda ham muhim. 5-si o'zingizni o'ylab kontent yaratmang. Ko'p yangi youtuberlar faqat o'ziga qiziq narsalarni joylaydi. Masalan, mening hayotimdagi bir kun yoki mening sayohatim kabi. Ammo siz hali hech kimga qiziq emassiz. Faqatgina kimdir qimmat penthouse-da yashasa, noodatiy narsalar qilsa, bunday kontent ishlaydi. Aks holda esa yo'q. Videolaringizga o'zingizni emas, tomoshabinning ko'zi bilan qarang. Mr. Beast videolarini chiqarishdan oldin ko'plab odamlar guruhiga videosini ko'rsatadi. Ularning reaksiyasini kuzatadi. Qaysi joyda zerikishsa, u videoni kesadi. Qaysi joyda ko'zi ekranga qadalgan bo'lsa, shunday joylarni ko'paytiradi. YouTube'ni yangi boshlaganingizda o'zingiz haqingizda ko'p gapirmang. Avval umumiy qiziq mavzularni ko'taring. Keyin asta-sekinlik bilan o'zingizni ham qo'shsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar siz YouTube'da tezroq natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, mening shaxsiy konsultatsiyamga yoziling. Ushbu konsultatsiyada men 1 soat davomida siz bilan suhbatlashaman va sizning barcha YouTube bo'yicha savollaringizga javob beraman.